Zafar, nima bo'ldi? Bugun tug'ilgan kunim edi. Shunga ham yig'laydimi? Yo'q, unga emas. Tug'ilgan kunim uchun uydagilar pul berishgandi. O'sha pul yo'q. Boya tanaffusga chiqqanimda kimdir olibdi. Demak, sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'libdi. Hech kim sinfdan chiqib ketmaydi. Men o'zim sumkalaringni bittama-bitta tekshirib chiqaman. Qani, Farangiz, ko'rsatchi sumkangni. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rsa, sharmanda bo'laman-ku. Mutabar, sumkangni ochib ko'rsatchi. Yo'q, ochmayman. Mutabar, ber sumkangni. Yo'q. Ber dedim senga. Yo'q. Aytganimni qil. O'g'ri. Qani Mutabar, sumkangni ber menga. Men noilojlikdan men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazarda qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam, men va ukalarim bilan bularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam o'lgan. Onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. Iltimos, bularni olib qo'ymang. Men o'g'ri emasman.